Orqada sochlarimiz mana chiqib kelyapti. Xuddi shunday ikkinchi yoq tomondan mana bu chandiqlar hammasi oldingi avtoavariyadan keyingi izlar bo'lgan. Mana bu tomonda ham jarohatni ko'rishingiz mumkin. Mana mochka, anatomiya 100% saqlangan. To'g'ri chizig'imiz, xudo xolasa 1 oydan keyin bemalol mana shunday sochlarini patsientkamiz yig'ib yuribdilar уже. Orqalarida mana sochlar chiqyapti. Xudo xolasa ideal natija. Olsangizni 20 kunlik natijani marhamat o'zingiz ayting. O'zim kutmaganida unaqa bo'lishini o'zim mamnunman, juda xursandman. Sal ishlar bor, hali sal mana bu shoflari bor, joylarim hali ortib turadi, lekin o'zi yaxshi. Zo'rlashlar, chiroyli qizimizni ko'ryapmiz. Xudo xolasa yangi yilga o'zlari bu kishi sovg'a qildilar. To'g'ri. Mana yangi qiyofa, bu kishiga o'zlariga bo'lgan ishonch, oilaga bo'lgan ishonch, umuman jamiyatga bo'lgan ishonchni bu kishini yuzlaridan, bu kishini tabassumidan mana ko'rishimiz mumkin. Rahmat. Katta rahmat sizga ham. Rahmat.